Fazilat tərbiyəsi ata-andan başlandı namlıq kitabның davamı huzuringlarda. Mikrofon aldida Alinur Abdusaydar. 4. bab. Ügüniş köngüllik iş. Мәңгі қолынылдыған яқшы ұсол. Мән кичигимден тартып дадамның етекчилигидә нургын китапларны оқыган болсаммы, бірақ дадам өлік ятлайдыған үгініш ұсолы və bu xil ilim pozisiyasiga qarshi edi. Bu həmişə mənə bilim öyrənişdəki məqsəd qabiliyyətini östürüş, bilim öyrənişni bilib, öyrənген bilimni parasatga aylandırışni bilmegəndən görə öyrənməyən yaxşıraq. Çünki öyrənişə sərf qılğan şu vaqtlardan faydalanıb turmuşdan huzurlansın boluduğu deb təlim berətdim. Mən dadamның qarşı qoşulaman. Şundaqlı mushundaq bir dadamның bolğanlıq üçün özümni çəksiz bəxtli his qılaman. Nurgun balalar bilan silishtirganda mening balalik davrim nayt xoşal o'tgan. Chunki dadam meni azaldan o'rganishga majburlamaydi. Shundaqla ash qiliplashib qolgan nopozliq o'rganish usullarini qo'llanishimni talab qilib turolmaydi. U har bir balaning amaliy ahvoli o'xshashmag'ashqa o'rganish usulim farqli bo'lishi kerak deb qaraydi. Hozirgi davrda har qaysi sohalar o'rtasidagi raqobat kunsari keskinlashmoqda. Ko'plagan ota-onalar bilimning muhimligini tunib yetdi. Şunun bilan ular balalarga nisbatan ko'p xil tarbiya elib berishga boshladi. Balalarining bilim raqobatida yengilib qolmasligi uchun ko'plagan ota-onalar bilim elishni tarbiyaning birdan-bir maqsadiga aylantirib qo'ydi. Ular barliq bilimni balalarining mingsiga qo'yib qo'ygudek bo'lib ketyapti. Buning bilan balalar o'rganish mashinasiga aylanib qilib, bilimni faqat mexanik holda qabul qiladi. Bilimni aqliy qobiliyatga aylantira olmaydi. Men tekshirish jarayonida mundaq bir hodisani bayqadim. Bazı balalarning yodlagan narsalarning ko'pligi kishini hayron qoldiradi. So'rsangiz hammani biladi. Cho'nqo'roq paranglaysangiz hech nimani bilmaydigan bo'lib chiqadi. Ularning egilagan bilimi ko'p, ammo manfaatsiz, asosli unutilib ketadigan bilimdir. Buningdan 10 necha yil muqaddam Yevropada bir mezgil talantni bayqash qizg'inligi ko'tarilgan edi. Har qaysi davlatlarning gazetlari 3 yoshlik bola bir qancha dongliq asarlarni yodlay oladi ekan-ay degandek ishlarni xabar qilgan edi. Biroq vaqtning o'tishiga erishib, nomi dong ketgan bu xosiyatli bolalar suvga cho'kkan toshdek g'oyib bo'lib ketdi. Shuhratparast ota-onalari ularga kichigidan har xil bilimlarni o'rgatgan bo'lsa-mu, ular cho'ng bo'lganda hech ishni bosh qilib chiqolmagan. Mana bu kitobni ko'p o'qigan. Ammo tushunmaganlikning oqibati. Bu xil tarbiyada o'sgan bolalarning amaliy qobiliyati kitob o'qimaydigan bolalarga yetmaydi. Bilim ularning aqliy qobiliyatini o'stirmakda yo'q. Aksicha ularning fikr qilishiga to'salg'i bo'ladi. William tug'ilishdan burunla Margaret ikkimiz balaning kelgusi to'g'risida har xil planlarni tuzgan edik. Men dadamning tarbiya usulining tunji manfaatlari bo'lish bilan bir vaqtda yana professor Xoyis bilan billa balalar tarbiyasi to'g'risida ko'p yillik tadqiqot olib borgan bo'lsam-mu, ammo yangi balalik bo'lgan chaqda dakki-dukkida qoldim. Dadamning o'zining tarbiya usulining amaliylashiga bog'lagan umidlarini yerda qo'yib qo'yishimdan bakma ansirdim. Ayolim ikkimiz dadamning ayni yillardagi qo'l yozmalarini ratlash jarayonida uning tarbiya usuliga bo'lgan tunishimiz cho'nqurlashdi. Qo'l yozmada mundaq bir jumla so'z bor edi. Bola tarbiyasini amal bor balduroq boshlash kerak. Uning ustiga bu xil tarbiyani cho'qim o'yin shaklida elib berish kerak. Balkim nurg'un bolalar o'rganishdan zerikish mumkin. Ammo hech qanday bir bola o'yindan zerikib qolmaydi. Odamlar emas, hayvonlarmi o'yin yaxshi ko'radi. Biz ba'zi kichik hayvonlarning o'rilib, o'malab, yumilab o'ynab ketganligini doim ko'rib turamiz. Ular ashundoq o'ynash bilan bir vaqtda o'zlarining yashash iqtidorini chiniqtiradi. O'rganishdan bezor bo'lgan ash bolalar amaliyotda o'rganishning o'zidan emas, balki zerikishlik o'rganish usulidan bezor bo'lishidi. Agar o'rganish o'yinda qiziqarli bo'lsa, men ishonamanki, hamma bola o'rganishni qizg'in so'yadigan bo'ladi. Shunga mushmandan aytganda, balaning qiziqishini qo'zg'ay olgan usul haqiqiy yaxshi usuldir. Balaning qiziqishini qo'zg'ay olgan usul haqiqiy yaxshi usuldir. Dadam aytgan bu bir jumla so'z garchi oddiy bo'lsa-mu, ammo uningga cho'nqur hikmat yoshiringan. Bu so'z dadamning tarbiya usulidagi tipik alaylikni gavlandirib beradi. U bo'lsa-mu qiziqarli bo'lishdir. Dadam bola tarbiyasining haqiqatini eng oddiy til bilan ifodalab bergan. Men kichik vaqtimda har xil kitoblarni o'qigan bo'lib, men o'qigan kitoblar hamma sohaga chetilatdi. Gerçi ayni vaqtda til o'rganishni asos qilgan bo'lsam-mu,
har qaysi fanlarga oid oz bo'lmagan bilimlarni o'rgangan edim. Men balaliq davrimdala botanika, zoologiya, fizika, ximiya, astronomiya va matematikani xeli cho'nqur o'rgangan edim. Men tarixni eslash orqali o'zimni maqtab, natijamni ko'z-ko'z qilmoqchi emas, balki dadamning tarbiya usulining bergan unumini aytmoqchi. Dadam menga bilim o'rgatishda öy ichi bilan cheklanmaydi. 3-4 yosh vaqtimdan boshlab dadam ikkimiz hamisha dalada sayli qilardik. Bu hargizmi bekorchilik qilgan sayliga o'xshashmaydi. Biz mang'ash paranglashdik. Har qatimliq saylda dadam menga bir qanchilgan qiziqarli hikoyalarni aytib beradi. Dadamning bilimi bakmi mo'l edi. Har qatim sayli qilganimizda u menga yangi bilimlarni o'rgatib qo'yadi. O'rmonlikqa borganimizda dadam menga biror xil o'simlikni ko'rsatib, uning ismini biladigan bilmaydiganligimni so'raydi. Agar men bilmasam, u menga ash o'simlik munosabatli bilimlarni so'zlab beradi. Dadam balalarga bak sistemlashgan bilimlarni o'rgatishni tashabbus qilib ketmaydi. Chunki u bunda qilganda balalar asali zerikib qoladi deb qaraydi. Shuning uchun dadamning so'zlaganlari ba'zida qalaymaqandek bilinadi. Dadam o'simlikdan tortib 4 faslning o'zgarishigacha, fasldan tortib havo rayi, yerning tuzilishigacha hammani so'zlab beradi. Qanchalik so'zlasa shunchalik hisob bo'ladi. So'zlaganlarini mening asli tutib olishimni talab qilmaydi. Bu gerçi u yerdan bu yerdan so'zlangan bilimlar bo'lsa-mu, biroq men keyin har qaysi fanlar bilan sistemini uchrashib, har bir qiyin o'tgandan kishini hayron qoldirgan suratda birma-bir bosib o'tganimda, balaliq davrimda o'yin qatorida o'rgangan aşı parcha-purat bilimlarning qanchalik muhimligini ondan his qildim. O'rganish amaliyotda balalarning tabiati. Dadam mana shuningdan foydalanib, hech qancha kuch sarf qilmayla men uchun intayin puxta bilim asosini silib bergan edi. Aşı parcha-purat bilimlar xuddi yib o'tkazilmagan marvoyat qila o'xshaydi. Men sistemalik bilimlarni o'rganishga boshlaganda aşı chechilib ketgan marvoyatlarni aqliy tafakkur yipiga o'tkazib qo'ydim xolos. Mana hozir menmi dada bo'ldim. Dadamning ayni yillardagi yaxshi tarbiya usuli biz Veter oilasining atimras mayliqiga aylandi. Kichik William tamtilab mang'il turganda men uni sayliga ilib chiqardim. Uning badan quvvatining yetilishiga erishib, mang'digan yo'lini uzartdim. Bir qatim Williamning kichik qo'llaridan yetilab, shahar sirtida sayli qilyotdim. U to'satdan tizlinib o'ltirib oldi. Aslida u bir kichik hasharotni ko'rib qolgan bo'lib, uningga qiziqsinib qarayotdi. Ondan u beshini ko'tarib menga savol nazar bilan tikildi. Aşı minutda ayni yil dadamning menga zoologiya bilimlarini so'zlab bergan manzara ko'z oldimga kelib, xiyol daryosiga cho'mdim. Shuning bilan xuddi dadam menga o'rgatgandek, Williamga u hasharotning turmush odati va uningga munosabatli bilimlarni tafsiliy so'zlab berdim. Xuddi mening kichik vaqtimga o'xshash, Williammo zoologiya va botanika bilimlariga qavatli qiziqib qoldim. Hamda hayvonlarga oid oila tushunchasi bilan turkum tushunchisini bilib bilmayli o'rganib oldim. Meningcha, haqiqiy unumli o'rganish usulining mangu vaqti o'tmaydi. Uningdan men manfaatlanib qolmay, mening avlodlarimmo o'xshashla manfaatdor bo'la oladi.